Nestvondan kvartira qidirib yurgan do'stlarimiz uchun ajoyib taklif bor. Assalomu alaykum. O'zbekiston, bugun biza Nestvon turar joy majmuasiga kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki sizlarga shunaqa chiroyli manzara ko'rsatamiz, sevib qolasiz. Bu bizani oshxona qismimiz, shunaqa yorug', razdvijnoy eshiklar bilan qilib qo'yishgan, to'liq mebel texnika bilan jihozlangan. Qaranglar, oppoqligini sizga hozir bolalar yotoqxonasini birinchi ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Prosta vau. Qarang, ranglarni qanaqa tanlashgan. Bu yerda o'tirib darslik qilishlarga shunaqa joy qilib qo'yishgan. Bu esa marhamat, sanuzeli, dushovaya kabinasi bilan. Hurmatli do'stlar, biz hozir 15-qavatdamiz. 3 xonali xonadonimiz 74 kvadrat metrga ega. Bu mehmonxona qismi. TV zona, bu tarafda yumshoq zona, kartinalarni qarang, didi bilan tanlashgan ekan. Menga shu dekorlar yoqdi va shunaqa devor qilishgan ekan toshdan. Hurmatli do'stlar, hozir sizlarga yotoqxonasini ko'rsatamiz. Marhamat. Vau, vau, vau. Keng, patoloklari baland. Qarang, bu joyda dam olishga zona va ayol kishilarimiz uchun shunaqa chiroyli o'ziga oro berishga zona qilib qo'yishgan. Hurmatli do'stlar, kimga bu xonadon qiziq bo'lsa, bizga, ya'ni Lider Estate kompaniyamizga murojaat qilinglar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga hozir chiroyli manzarani ko'rsatamiz. Qani, ketdik. Bu o'sha aytgan go'zal manzaram. Kim shunaqa chiroyli manzara bilan yashashni istasa, menga murojaat qilinglar. Bizga, ya'ni Lider Estate kompaniyamiz sizlarga hammasini ko'rsatib etib beramiz. Kuninglar xayrli va barakatli o'tsin.